Qirg'iziston keldik, xudo xolasa. Joyi o'lchavamiz. Mana shu o'z qurilish boshlab qo'yilgan ekan. Qurilish boshlanganda proyekt shu fundamentlar qo'yilgandan keyin yoqmay qolgan o'zligiga. O'shanga endi proyektini chizdirib turib, xonalarni to'g'ri joylashib qolmasak, bo'lmaydi deb bizani chaqirishdi, xudo xolasa. Biz endi joyni o'lchab chiqyapmiz. O'z joyida bir etajni mo'ljallashgan ekan, lekin ikki etajga fundament quyib ketilgan ekan, mo'ljal qilib. Hozir bizlar maslahat beryapmiz, ikki etajli qilishni. Chunki yeri sotuga katta emas, kichkina sotuvli yer. Hozir bu yerga polniy bir qavat qilib tashlaydigan bo'lsa, hovlisi qolmaydi. Ikki etaj qilinsa, yotoqxonalarni tepaga olamizda, pastni hol, zal qilib, kengroq holatda qoldiramiz. Xudo xolasa, bizani kuzatinglar, loyihamiz tayyor bo'lgandan keyin ham qo'yamiz, xudo xolasa. Zakazlarimiz ko'p.